Bismillahirrohmanirrohim. 8-dars. Anvaul binai. Mabnining navlari, ya'ni turlanmaydigan holatning navlari. Fallazi la yataghayyaru ahiruhu imma an yakuna mulaziman lis-sukuni ka lam. Ammo oxiri o'zgarmaydigan so'z yoki sukunni lozim tutuvchi bo'ladi, lam kabi. Aw avid zammati ka haysu yoki zammani lozim tutuvchi bo'ladi, haysuga o'xshash. Avil fathati ka ayna yoki fathani lozim tutuvchi bo'ladi, ayna kabi. Avil kasrati kalba'i fi bismillah yoki kasrani lozim tutuvchi bo'ladi, bismilladagi bi kabi. Wal madaru fi ta'yin zalika ala naql sahihi. Mana shuni tayin qilishlikda yuritishlik sahih naqlga binoandir. Alimta anna al-kalimati inda tarakkubiha imma an yulazima ahiruha holatan wahidatan va imma yataghayyara bi taghayyur at-tarakibi. Bilding, albatta so'zlar jumla tuzilayotgan paytida yoki oxiri bir holatni lozim tutuvchi bo'ladi yoki tarkiblar o'zgarish bilan o'zgaradigan bo'ladi. Wa alam أن الأحوال التي تلازمها أواخر الكلمات لا تتجاوز 4: السكون والضم والفتح والكسر. بل albatta so'zlarning oxiri lozim tutadigan holatlar 4tadan o'tmaydi: sukun, zamma, fatha, kasradan. فكل كلمة يلازم آخرها السكون يقال إنها مبنية على السكون. har bir so'z uni oxirini sokun lozim tutib olsa, albatta u sukunga mabni qilingan deyiladi. Mislu lam, valan, va min, va an, va fi. Misol lam o'tgan zamon inkor qilib beruvchi harf, lan kelasi zamonni nafisini ta'kidlab beruvchi harf, va min dan qo'shimchasi, an dan qo'shimchasi, fi da qo'shimchasi. وكل كلمة يلازم آخرها الزمة يقال إنها مبنية على الزم. har bir so'ziki uni oxirini zamma lozim tutib olsa, albatta u zammaga mabni qilingan deyiladi. Mislu haysu va nahnu va munzu. Misol haysu shu o'rinda, nahnu biz, munzu dan beri. وكل كلمة يلازم آخرها الفتحة يقال إنها مبنية على الفتح. har bir so'ziki uni oxirini fatha lozim tutib olsa, albatta u fathaga mabni qilingan deyiladi. Mislu ayna va layta va tumma. Misol ayna qayerda, layta koshki va summa so'ng. وكل كلمة يلازم آخرها الكسرة يقال إنها مبنية على الكسر. har bir so'ziki uni oxirini kasra lozim tutib olsa, aytiladiki albatta u kasraga mabni qilingan deb. Kalbai wallami fi qawlika at-taqaddumu bil ijtihadi va likulli mujtahidin nasibun. Sani bu gapingdagi ba va lomga o'xshagan at-taqaddumu bil ijtihadi, ya'ni peshqadamlik g'ayrat bilandir. Va likulli mujtahidin nasibun. har bir g'ayrat qiluvchi uchun nasiba bordir. Va la yu'rafu bi qoidatin كون الكلمة مبنية على سكون أو ضم أو فتح أو كسر. bir mabni so'zni sokinga yoki zammaga yoki fathaga yoki kasraga mabni bo'lganligini qoida bilan bilinmaydi. balil madaru fi zalika ala naqli min al-kutub as-sahihati wa afwah al-arifin. balki bunda yuritishlik sahih kitoblardan naql qilishlik va oriflarning og'izlaridan naql qilishga binoan bo'ladi. فإذا قال لك قائل بماذا عرفت أن بناء لم على السكون وحيث على الضمة وعين على الفتح والباء على الكسر ولماذا لا يجوز أن يكون بناء لم على الضم مثلا. agar senga bir aytuvchi aytsaki, qayerdan bilding lamni sokinga mabni bo'lganligini, haysuni zammaga, aynani fathaga, bani kasraga mabni bo'lganligini, nimaga joiz bo'lmaydi lamni zammaga mabni bo'lmoqligi masalan? Fala yumkinuka fil javobi illa an taqula inna ma'rifata zalika la takunu biqawaida
tutaallamu va innama takunu bis-samai. Senga faqatgina mana bunday deb javob bermoqliging mumkin bo'ladi. Albatta buni bilishlik o'rganiladigan qoida bilan bo'lmaydi. Albatta bu eshitishlik bilan bo'ladi. ولم أسمع كلمة لم في تركيب من تراكيب الكلام العربي الصحيح إلا وهي ساكنة كقول الشاعر. Men arab sahih so'zlarini tarkiblardan biror tarkibda lamni eshitmaganman, faqatgina sokin holatda eshitganman. Shoirni mana bu so'zi kabi: lam ahun ahdan va lam uxlib vuuda. Ahdga xiyonat qilmadim va va'daga xilof qilmadim. فبذلك علمت أن بناءها على السكون لا على الضم ولا على غيره من الحركات ولذلك لا أنطق بها إلا ساكنة. Mana shundan bildimki, albatta uning mabniligi sukunga, zammaga ham emas va yana boshqa harakatlardan birortasiga ham emas. Shuning uchun men uni faqatgina sokin holatda gapiraman. Va hakaza أغلب الكلمات المبنية لا سبيل لمعرفة ما تبنى عليه إلا النقل الصحيح. Shu kabi mabniy so'zlarning ko'pini nimaga unday mabniy qilinganligini bilishga yo'l yo'q, faqatgina sahih naql qilish bor xolos. Ala annahu la sa'ubata alayna fi ma'rifati zalika. Albatta holat shu bo'lsa ham, albatta bizga buni tanishlikka qiyinchilik yo'q. لأن كلمات المبنية بالنسبة للمؤربات قليلة جدا. Chunki mabniy so'zlar mu'rab so'zlarga nisbatan juda ozdir. ونطق الناس بها صحيح في الغالب لكون آخرها ليس عرضة للتغير. insonlarni mabniy so'zlarni so'zlashligi uning oxiri o'zgarishlikka duchor bo'lmagani uchun ko'pincha sahih, to'g'ridir. ومع هذا سنذكر أشهرها في الاستعمال. Shu bilan birga tezda uni iste'molda mashhurlarini zikr qilamiz. تمرين مشق. ما الأحوال التي تكون عليها أواخر الكلمات المبنية؟ مبني so'zlarning oxiri unda bo'ladigan holatlar nima? أتتوارد جميع هذه الأحوال على كل كلمة من الكلمات المبنية أم كل كلمة تلازم حالة محسوسة؟ Bu holatlarning hammasi mabniy so'zlardan bir so'zni ustiga kelaveradimi yoki har bir mabniy so'z maxsus holatni o'ziga lozim tutganmi? هل توجد قواعد تعرفنا حالة آخر كل كلمة من المبنيات؟ Mabniy so'zlardan har bir so'zni oxirini bizga tanitadigan qoidalar topiladimi? Biz bu savollarning javobini aytmayapmiz. O'zingiz mustaqil albatta bu savollarga javob berishga odat qiling.